Damas savdoda 2021-yilda ishlab chiqarilgan, olib haydashlarga tayyor bo'lgan, holatlari ham yaxshi bo'lib turgan Damas mashinasini ko'rsataman. Salonlari ham yaxshi bo'lib turibdi, yomon bo'lib ketmagan. Bunaqa yaxshi qimmatchi hollargacha taqib qo'yilgan, linoleum polikaga solib qo'yilgan, barlarga uстановка qilingan, oynalari elektronniy qilib qo'yilgan, o'zini halol bo'lgan probega 287 ming kilometr. Pioner matfollargacha bor, patologlargacha bar uстановка qilib qo'yib, Pioner kolonkalargacha uстановка qilingan. Mashina to'liq variantda shum izolyatsiyaga. Eshiklarigacha regulovka qilib qo'yilgan. Bitta barmoq ochilib, bitta barmoq yopiladi. Orqa oynalarni qoratib tonirovka qilib qo'yilgan. To'rtta yaxshi yumshoq diska balonlari bor. Kraskasi krishkasi bilan kapaligida bor. Gerpillar bo'lagiga uстановка qilib qo'yilgan. Xo'p, germetikalarni ko'rsanglar bo'ladi. Zavod bo'lib turibdi. Stoykalari ham but-butun. Bu taraf germetikalari ham zavod bo'lib turibdi. Uzun detaliga sepilgan, almashmagan, suyagi butun mashina. Yengil tangal uстановка qilib qo'yilgan. 280 ming yurgani bilan mashina motor, hadovoy, korobka moslarni ishlari xudo xolasa olasizlar, maza qilib haydaysizlar. Kraskasini, probegini ko'rib, ko'rsatib tekshirtira olasizlar. Olib maza qilib haydashingiz uchun $4900 bo'lsa berib yuboramiz.